Hoy qishloqlar, men bergan vazifani yaxshilab bajaryapsanlarmi? Albatta janob. Короче, bu sandiqqa hech kim yaqinlashmasin. Ichida nima borligini hech kim bilmasligi kerak, tushundinglarmi? Janob, tushundik. Qara, agar kimdir tegirib qoladigan bo'lsa, atrofda hech kim yo'qmi? Yo'q ekan. Agar kimdir tegiradigan bo'lsa, darrov menga xabar beringlar, tushundinglarmi? Yoki o'zlariga o'ldirib qo'y. Agar nimadir bo'ladigan bo'lsa, sandiq ichidagi narsaga, masalanlarda, nimadir qilaman, короче. Bo'pti. Nima qilishni o'zim bilaman, o'zim o'ylab ko'raman. Bo'pti, yaxshilab qo'riqlalaring. Xo'p, janob, xo'p. Eshitdinglarmi? Yaxshilab qo'riqlashimiz kerak. Agar nimadir bo'lib qolsa, nimadir qiladi, lekin nima qilishni o'zi ham bilmaydi. Voy, jinni ber. Vosh jinni-da, jinni. Nuqul shunaqa. Oxiriga keldim deganda yutqazib qo'yaman. Nimaga shunday omadim bilan ajrashganmanmi? Nimadir bo'lganda shu oxiriga keldim deyincha oxirgi leveldaman o'zi ham. Shuni o'tolmayapman. Qanday o'tsam ekan qaytadan o'ynash kerak. Tak, bu yoqqa olamiz, lekin nimaga bu yoqqa olyapman bilmayman o'zim ham. Voy, yomon g'alati. Bo'ldi, o'ynamayman. Baddimga, jonlarimga tegib ketdi. Bo'ldi, o'ynamayman. Всё, dam olay endi biroz. Tak, telegram qanday xabar kelibdi, ochaylikchi. Tabriklaymiz, obunachilar soni 500 ta bo'ldi. Nima obunachilarim soni 500 ta bo'ladi? Videolarimda 10 ming, 20 ming kishi ko'ryapti-ku. Nimaga 500 ta? 10 ming, 20 ta bo'lib ketmayapti obunachilar. Bilmayman. Короче, video boshlab ekan. Barchaga assalomu alaykum. Hozir 1 minut svet o'chirib olay kunduz kuni. Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men Joha. Jigali kanalga tez obuna bo'linglar, chunki sizlar meni juda ham xafa qildinglar. Chunki 10 mingta, 15 mingta, 25 mingta, 30 ta, qanaqa 30 ta, 30 mingtalab obunachi. Yo'q, 30 mingta prosmotr yig'yapti videolar. Lekin obunachilar soni bor yo'q, 300 ta, 400 ta, 500 ta. Nima degan gap? Nima degan gap? Kanalimdagi videolarni bu degani 95% odam obuna bo'lmasdan ko'ryapti. Jigar, sizda nima ketadi? Kanalga obuna bo'lish tugmasi turibdi. Bitta bo'lsangiz 3 ta kanal chiqadi, 3 donagina. 3 taga obuna bo'ling, videoga like bosing, oxirigacha kuzating. Tamom, sizda hech nima ketmaydi. Bugun qishloqda nima voqea bo'lishini bilmayman, lekin men doim o'zimda shaxsiy voqeamdan boshlayman. Ya'ni bilasizlar, fermada ishlash kerak. Ya'ni polizda hosillarni yig'ishtirib chiqish kerak, sabzavotlarni. Tak, doim polizda ishlayman. Bugun bir g'alatiroq, yangicha uslubda ishlashim kerak. Yangi poliz qursammikan, mana bu yerdan juda ham katta joyi bor. Yo, mana bu yerda qaranglar, hech kim egallamagan. Mana shu yerga bitta yangi uy, yonidan bitta yangi poliz qurib yuborsammikan, onasini ham kommentariy yozib qoldiringlar, qur deb yozib qoldirsanglar, quraman. Qurmay, nima qilasan o'zing charchab, dangasa uy yotmaysanmi? Minecraft o'ynaymaysanmi? Bizga videolar qilaver desanglar, bo'ldi. Всё, sizlar aytganinglarni qilaman. Video qilaman, unaqa ortiqcha narsalarga vaqtimni sarflamayman. Lekin o'zi mehnatning tagi rohat deydi-yu. O'shaning uchun mehnat qilish kerak. Bitta yangi reja bor edi menda, dahshatidan. Ya'ni mana ko'lga baliq olib kelib baliq boqmoqchi edim. Lekin baliqni qayerdan olishni o'zim ham bilmayman. Balki keyinchalik baliq topib olsam, baliqxona qurib daromad qilsam ham bo'ladi, o'zim yesam ham bo'ladi. Короче, bilmadim. Biroq nima qilarman, xullas. Hozir esa polizda ishlay qolay. Bunaqa gap so'zlar ko'paytirguncha. Stop. Voy, mana brat qo'shiq eshikmi? Ya, normal. Buni nima qilyapti bu yerda? Bu sandiqmi? Sariq sandiqmi? Oltin sandiq. Wow, dahshat-ku. Nima bular ko'chada qarab o'tiribdi. Uyga kiritib qo'ysa bo'lmasmikan? Brat, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi, iltimos, bu yoqqa kelmang, uzoqroq turing. Nimaga? Shunaqangi xavfli narsa bormi orqangizda? Yo'q, xavfli emas, sirli narsa bor. Ya'ni bizda, короче, qishloq meri buyurgan. Buni hech kim ko'rmasin, hech kim tegmasin degan. O'shaning uchun biroz uzoqroqqa borib, biz yaqinimizga kelmasdan uzoqroqqa turing, tushundingizmi? Nimaga bunga tegmaslik kerak? Bilmadim, mer buyurdi shunaqa deb. Tushunarli. Bo'ldi, всё, normal. Men uzoqqa ketaman. Men qiziqayapman. Nima bor ekan, brat? Nima borligini bilmaysizmi ichida? Yo'q, bizga qivirlash, qarash, titish, buzish. Короче, yo'q oling, iltimos, bizga hech nima mumkin emas. O'zi siz bilan gaplashmasligim ham kerak. Dahshat. Voy, respekt. Sizlar jiddiysizlar-ku. Bilmadim, nima bor ichida, men qiziqayapman. Nima bir tomonni bilan ochib qo'yibdimi, ayronmi? Brat, nima bu tomonga hech kim yo'q? U yoqdagi bir joyga ketdi, hozir qaytib keladigan joyga. To'rt devor orasiga ketdimi? O'sha yoqqa ketdi, hozir keladi. Tushunarli. Joy turtirsam-chi? Yo'q, brat, sizga berilmagan ishga siz turmang. Mayli, lekin vashcha qiziqayapti ichida nima bor ekan? Oltindan ham sandiq qurishadimi? Undan ko'ra oltin sot puliga bitta dahshat takoy choplisdan olsa bo'lmi? Qo'limga ketmon turib, qo'lim bilan titishga balo bormi? Okay. Sabzilarni yig'ishtirib olay. Lekin men rostdan ham qiziqdim. Nima bor ekan ichiga?
mayli bir amallab hozir bilib olamiz uni. Menimcha mer buyurdi dedi-ku, mer bilsa kerak, merdan so'rayman hozir borib. Tak, mer uyda bo'lsin-da bo'lsa ham. Tak. Aytgancha hosilda bugun 4-hosil olishim. Ya'ni bir oyda 4 marta hosil olinsa, 4-sini qishloq meriga yetkazib berishimiz kerak. Shunday qonun bor bizda. Qishloq uchun foydasi tegmagan odamlar shuna qilish kerak, lekin shunday qilib qarochi foyda tekkizamiz. Hozir borib qishloq meriga berib kelaman. Lekin qishloq meri nimani yashiryapti, men tushunmayapman. Nima borligiga sizlar ham qiziqyapsizlarmi? Men ham qiziqyapman. Videoni oxirigacha kuzatsanglar bilib olasizlar nima borligini. Men ham videoni oxirida bilib olaman albatta. Lekin nima borligiga to'g'ri aytsam yomon qiziqib ketdi. Ikkita, nahotki ikkita birdaniga chirigan kartoshka chiqsa. Ya, oldin kamroq chiqardi-ku. Nimaga bunaqa ikkita chiqdi birdaniga? Oldin bitta chiqardi, ba'zida chiqmasdi ham. Qurtlar ko'payib ketibdi. Qurtlarga qarshi dori olishim kerak qayerdandir. Lekin pulim hozir ortiqcha pulim yo'q hech qancha, o'shaning uchun ola olmasam kerak. Pul topish kerak eng muhimi. Pulni qanday topishni esa bilmayman. Balki qanaqadir mehnat qilsammikan yoki boshqa qanday pul topsam bo'lar, kommentariyaga tez yozib tashinglar. Qanday bo'larki, voy qayoqqa ketyapman, men qo'limdagi narsalarni qo'ymayman-ku, baribir merga borib berishim kerak-ku. Voy jinnimanda bor-ku. Jinnisidan boru jigar dedi o'shunaqa. Tak, janob mer uyda bo'lsa kerak. Ya assalomu alaykum janob, qalaysiz? Zo'rmisiz? Tinchmisiz? Uydagilar zo'rmi? Va alaykum assalom, yaxshi. O'zing qalaysan, Jo'xa? Ey, dahshat. Bitta savol meni vashi qiynadi. Mana bu yerda oltin sariq turibdi. O'shaning ichida nima bor? Nima ularni u yoqqa qo'yibsiz? Qarochi, ularni sinamoqchiman. Qarochi borasan, sandiqda bildirma ichidagi narsalarni olasan-da, meni oldimga olib kelasan. Tushundingmi? Ularni qanchalik darajada sezgirligini sinamoqchiman. Ha, endi tushundim. Bo'ldi, brat. Hozir olib kelaman. Qarab turing. Ichida nima borligini, ichida nima bor aytgancha? Borsang ko'rasan, olib kelgan, hech nima qilmasdan. Aha, aytgancha men polizdagi narsalarni olib kelganim, ya'ni 4-hosilda men qo'ydim. Tak, hozir borib olib kelaman bir amallab. Lekin qandaysiga olsam bo'ladi? Bulardan qanday yashirinib olsak bo'ladi? Voy, dod qaranglar. Voy, qanday olsam ekan, a? Reja tuzish kerak qandaydir. Xo'sh, qarab turibdi hammasi. Jitelam o'tib ketyapman, men hech nima qilayotganim yo'q, men hech nima qilmayman. O'tib ketdim men, qaramanglar, men ketdim. Deb bu yoqqa qaramay, 3 tomonman. Men u yoqdan sekin borsam bo'ladi demak. Tak, sizlar aytib qo'ymanglar obunachilar. Tak, asta. Shu yerdan qo'lim yetarmi ekan sandiqqa? Da, yetar ekan. Qani qaramayapti? Bu nima edi? Mashinami? What the? Hammer degan mashina ekan. Bo'ldi, menimcha. Da, sezmadi. Endi asta chizib o'rish kerak. Tak, asta orqadan kelgan joyimni chizib ketaman. Tak, meni sezmasligi kerak, bular ko'rmasligi kerak. Tak, biradlar, men o'rmondan kelyapman. Daraxtlar zo'r ekan. Bir ikkita qo'y ko'rdim. Sizlarga nima qizig'i bor? Sizlarga nima aytayapman buni? Tak, men urug'ni buni merga berish kerak, chunki bitta bo'lsa ham xarlada, ikkita bo'lsa ham xarlada. Tak, 3ta bo'lsa ham xarlada deyish uchun 3ta bo'laman. Bular 3ta. Tak, merga endi mana oq mashina beramiz, lekin u qanaqa mashina bilmam. Janob mer, qarochi, yo'ldan topib oldim 3tani va aytgan narsangiz mana o'sha mashina. Nima qilay, buni sizga beraymi? Yo'q, Jo'xa, bu senga sovg'a. Qishlog'imizda juda ham ajoyib ishlar qilyapsan. O'sha uchun senga sovg'ani shu tarzda bermoqchi bo'ldim. Ana o'sha yetillar ham ichida nima borligini va senga qilayotgan ishlarni ko'rib turgandi. Bu shunchaki sirli bo'lishi uchun shunaqa qilgandik. O, xudoyorlar qilgan odam ekansiz. Rostdan mangami? Da, rostdan ham senga. U meni o'zi вообще reaksiyamni birdan ko'rsatsam, birdan uyingiz titilib ketchi. Svetni o'chirib qo'ysizmi? Brat kerak. Voy, nima dedim? Brat kechasi, voy, qanaqa kechasi? Brat kunduz svetni o'chirib qo'ysiz. Voh, nima u ketdi? Men qarochi xursandman, ketdim mashinani minib ko'rishim kerak. Voy, nima deb tayladim? Ko'li tilim sep chiqib ketaydi. Chiqib. Yana, voy, dod, nimalar u ketyapti? Sizlarda ham shunaqa bo'lganmi? Kommentariy yozib qoldiringlar. Vashshi, ana endi men mana bu mashina haydab ko'rmoqchiman. Tak, buni mana shu yerga joylashtiramiz. Kechasi mana shu yerda turadi, chunki voy, dahshatku bu mashina. Buni qaranglar. Hammer degan mashina, kapot ochilar ekan, bu tomonga ochilar ekan. Vashshi, nereal, neobычный mashina ekan. Ta eshik. Wow. Saloni unchalik yoqmadi-yu, lekin boriga shukr deymiz, chunki mer voh yonga ochilar ekan, ichkiga ko'rsa bo'lar ekan. Qo'pshi dahshat mashina ekan. Mer menga bunaqa mashina beradi deb o'ylamagandim. Bu yerda gaz qo'yadigan joyi yoki benzin qo'yadigan joyi. Agar gaz bo'lsa, gaz, benzin bo'lsa, benzin.
ya'ni propan metan degandek gapda. Tak, haydab ko'rish kerak. Rolli boshqacha rang, bu yog'i boshqacha rang ekan. Tak, qani? Va, bo'yimga mos ekan lekin. Bo'yimga mos ekan. Bo'yim baland-ku, bo'yimga mos ekan. Tak, qani? Namchi sekin yuradi bu. Bu tog'da yuradigan mashina ekanda. Ya'ni yo tog'da ham emas. Bu короче, vidniy mashina ekan. Ya'ni chiroyli ko'rsatadigan mashina ekan. Menga yoqdi, juda ham ajoyib mashina ekan. Tak, janob merga dushi rahmat aytaman. Janob mer nimani xohlayotganini bilish kerak. Janob mer menga buni berganidan sababini ham bilishim kerak. Hozir merni yoniga haydab boraman mashinani. Tak, asta qishloqlar reaksiya bildirmayapti-ku meni mashinamga. Bilmadim, balki ular shunchaki bilgan, avvaldan bilgani uchun reaksiya bildirmayotgan bo'lishi ham mumkin. Tak, mashina shu yerga qo'yib, hozir janob merdan buni evaziga nima qilib berishimni so'rash kerak. Tekindan hech nima bo'lmaydi-ku. Tak, janob mer, короче, kechib bo'pti, svetingizni yoqib qo'yay. Bu mashina evaziga sizga nima qilib beray? Yo'q, menga hech narsa kerak emas. Obunachilarga zo'r kontent chiqarib tur bo'ldi. Qishlog'imizda videolar olib, obunachilaring senga obuna kuzatib turishsa, o'sha menga xursand qiladi meni. Короче, shunaqa gaplar. Faqat obunachilaringni o'ylagin, tushundingmi? Men ham obunachilaringni o'ylayapman, obunachilaring ham seni o'ylasin.